aksiyadoshlar, bugungi yig'ilishimiz kun tartibiga jami 9 ta masala kiritilgan. Ruxsat berasizlar, kun tartibidagi masalalarni ko'rishga o'tamiz. Birinchidan, bu avtomatlangan tizim bo'lgandan keyin e'tiroz bo'lish kerak emas. Bu yengillik beryapmiz. Demak, tizimni to'g'irlash kerak. Qonun loyihasida u 2 yilda qurilganmi, boshlanganmi farqi yo'q edi. E'tirof etilardi kichik sanoat zonasida falon muddatgacha bo'lsa. Hozir endi 2 yil muddatda qurilgan bo'lsa yo boshlangan bo'lsa deb aniqlashtiruvchi qo'yyapsizlar. Bu konseptual masala emasmi? Qo'mita tomonidan kiritilgan o'zgartirish hozir siz berayotgan og'zaki javobga mos kelmaydi. Bu yerda boshqacha norma ketyapti. Tadbirkorlarning sharoitini yanada og'irlashtiradigan 4 yil, 5 yillik srokni hammasini 2 yilga siqib qo'yadigan norma bo'lyapti. Bitiruvchilar yakuniy davlat attestatsiyasining natijasiga muvofiq tibbiyot sohasida oliy yoki kasbiy ta'lim olganlik to'g'risidagi diplom berilganda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Bu yerda yakuniy davlat attestatsiyasi natijasiga shu narsa zarurat bormi shu yerda? Xuddi bir o'qiganda biz qo'shimcha bir talab qo'yayotgandaymiz-da. Aynan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, davlat nazorati, ekspertiza, kadastr yuritishga oid xorijiy tajriba o'rganildimi qonun loyihasi doirasida? Endi bu yerda mana o'rganilmagan yozilgan, endi chunki buni mana Tushunarli, demak o'rganilmagan. Tabiatga dam berish payti keldi. Ovchilik bugun kun ko'rish manbai emas. Bugun ovchilik bu ko'ngilxushlik. Ko'ngilxushlik arzonga bo'lmasligi kerak. Ko'ngilxushlik qimmatga bo'lishi kerak. Marhamat, fikrlaringizni bildiringizlar. Rozilar qo'l ko'tarib tasdiqlab bersin. Rahmat.